Malibu 2 2019-yil 2 yillik turbina motorda. Shunaqasidan kim qidirgandi? Kia Soul, ya'ni bunaqasi bizda ekan va nech pul ekan aka bu? Tak, bu benzinda edi-ya bu. Ha, benzin. Nech pul narxi buni? 17800. 17800 kelishamizmi? Malibu do'stlar, marhamat, birinchi paysadan so'raganlar uchun avtomat korobkasi o'sha oxirgi 3-paysadan ekan. Chexol, foliklar qilingan. 11 mingga beramizmi? Yo'q. Qanchaga berasiz naqd bo'lsa? Do'stlar, assalomu alaykum. Qimmatroqdan qo'y deganlar uchun marhamat, sizlarga bugungi videomizda Malibu 2, Malibu 1, Kia K5, Captiva, xullas shunaqa avtomobillardan bo'ldi. Harakat qildik do'stlar, sizlar uchun arzonroq qilib, chiroyli qilib berishga. Shuning uchun videomizni albatta oxirigacha ko'rib, kommentariyada bitta, ikkitadan kommentarni yozib qo'yaveringlar. Hech narsa qilmaydi. Kommentariy yozish bepul. Albatta obuna bo'lamiz. Obuna bo'lish ham bepul va mashina kerak bo'lsa o'zimizga ham murojaat qilsangiz bo'ladi. Bozorda ofisimiz bor, undan tashqari shaharda, Samarqand shaharida Samko'shda katta ofisimiz bor. Naqdga, avtokreditga mashina beramiz do'stlar. Hozir esa sizlarga Malibulardan, Captivalardan, Kialardan narxlarni tayyorladik. Albatta, qaysi biri yoqdi, qayerdan ko'ryapmiz, har doimdek albatta yozamiz. Harakat qilaman barchaga javob yozishga. Qanaqa mashina qidirayotganingizni ham yozib qo'yish esdan chiqmasin. Do'stlar, xizmatdamiz. Boshladik. Salomat bo'lasizlar. Malibu do'stlar, marhamat, birinchi paysadan so'raganlar uchun avtomat korobkasi o'sha oxirgi 3-paysadan ekan. Shunaqasidan qidirganlar bor edi. Kraska petno bormi aka bunda? Passajir tomon orqa kilo petno. Udar bo'lmagan, shunday qirilgani uchun qilganmiz. Mana bunaqa diskalar qo'yishgan. Chiroylisidan bemalol tekshirib, ustiga ko'rsatib olaverasizlar deyaptilar aka. Mana motor qismini ko'ramiz. 2 turli atmosferni bo'ladi. Metan 4-pokoleniyda. Motorlar yaxshimi aka? Xarajatlar yo'qmi? Tak, yumshoq balon taqilgan mashinamizga. Mashinamiz orqasi. Tak. Metan gaz. Luk bor mashinadan, keyin avtomat korobkada, ya'ni 3-paysda bo'lyapti. Chexol, foliklar qilingan. Qancha so'rayapmiz aka bunga? 12 ming dollar so'rayapmiz. Kelishda arzon qilamizmi? 11 mingga beramizmi? Yo'q. Qanchaga berasiz naqd bo'lsa? Demak, oxirgi aytsamaga 11,5 bo'lsa beraman. Oxiri 11,5. Tushmaymiz bundan. 11300, 400 bo'lmaydi. Oxiri 11,5 ming dollar 3-paysa, yaxshi holatdagi Malibu 1. Telefon raqamingizni bering. 97 923 34 47. Qancha yurgan bu? 2 yurgan. Vehicle bormi? Vehicle yo'q faqat. Aha. Motor nima bo'lgan? Motor 1 gram yemaydi. Aha. Telefon qilasan. Marhamat, Malibu 2 2019-yil 2 yillik turbina motorda. Kraskasi bitta mana bu kirlosdanmi? Qolgan joyi toza. Qancha yurgan bu aka? 11 miklarni yurgan. Polni primer qilganmiz. Motor 2 yillik turbina. Xo'p, mana ketdik. Yangi balonlar qo'yilgan. Diskalarni qarang. Balonlar yaxshi holatda. Oqishi ham chuqur rangda bo'lyapti Malibu'miz. Malibu so'raganlar bor edi orangizda, marhamat. 2 turbina 2009. Hozir narxini aka bilan gaplashamiz. Tonirovka ruxsati bormi buni? Tugayapti. Panoramasi bor. Salon qismlari polik, chexollar заводской кожаный узники, multirul, elektroming 145 km mashinamiz yurgani. Motor 2lik turbina. Ko'rishingiz mumkin. Motorlarda ish yo'qmi aka? Xadovoy. Nech pul so'rayapmiz aka bunga? 19200 dollar. Naqd bo'lsa qancha qilib beramiz? 18,5 larga beraveramizmi? Bo'lmaydi. 18700 ga beramizmi? 100 o'tib beraman. 18900 bo'ladi. Siz nomingizdan kelsa 18800 ga beramizmi? Jazmani kelsa. Yo'q, 18900 dollar oxirgi narxi ekan. Telefon raqamingizni bering. 90 469 94 99. Nasiya Vikov varianti bormi buni? Yo'q.
Yetmagani birovlar qarab turibdi. Birovni yetmaganga qarab turamiz ekan, mana bu mashina telefon qilasizlar, so'raysizlar. Do'stlar, endilikda siz nafaqat bozordan, balki o'zimni avtosalonidan ham avtomobil sotib olishingiz mumkin. Gentra, Cobalt, Damas, har xil turdagi avtomobillarni naqdga va avtokreditga sotuvchi o'z avtosalondan, ya'ni o'zimni avtosalondan sotib olishingiz mumkin. Undan tashqari sizlar uchun mashina bozorda ham joy ochganmiz. Bozor kuni ham siz bemalol bizlarni oldimizga kelsangiz agar, sizga bozorning o'zidan ham yaxshi mashina topib beramiz. Avtokreditga, naqdga farqi yo'q. Siz xohlagan avtomobilni o'zimiz avtosalondan chiqarib bera olamiz. Bizda bo'lmagan taqdirda esa yaxshi avtomobillarni topib sizga olib kelib bera olamiz. Avtokreditga olmoqchi bo'lsangiz, bitta pasport kifoya do'stlar. Barchangizni sotuvchi o'z avtosalonida kutib qolamiz do'stlar. Pastda nomerlar qoldiraman. Sizga qiziq bo'lgan savollarni bersangiz, menejerlarimiz sizga to'liq ma'lumot berishadi. Masalan, Samarqand shahar Isuzu zavodga borilishda o'ng qo'lda, ya'ni Erkin savdo tomonidan Isuzuga borilishda o'ng qo'lda bo'ladi. Barchani sotuvchi o'z avtosalonida kutib qolamiz. Do'stlar, marhamat. Shunaqasidan kim qidirgandi? Kia Soul, ya'ni bunaqasi bizda kam va juda antiqa mashincha. 22-yil ekan mashinamiz. Xo'p. Gazdami mashina? Benzinda. Qancha yurdi? 34 ming kilometr yurgan. Kraska bormi? Bitta krilochasiga qittagina pitnochasi bor. Qaysi krilo? Mana bunga. Oldi, albatta kamgina petnocha bor deyaptilar. Uni atak sezmaysizlar. Aytib qo'yaptilar, keyin bitta mashinani ko'ramiz. Mana oldi qismlari. Tak, faralar, dalniblижний, заводской uzun diskasi, mashina 5 kishilik, mana mashina orqasi. Ko'chada yurishga, shaharda yurishga chiroyli mashincha. Salon qismlari. Polik, chexollar, kojinniy, Abdufab agriflar bor, multirul, avtomat. Xo'p. Salon orqalari, motori qanaqa buni aka? Bunaqasini. Motor ekonomishni. Ana atmosferni, 1.8 mi? 1.8. 1.6 mi? Xo'p, nech pul ekan aka bu? 18,5 so'rayapmiz, kelishamiz. 18,5 ming dollar so'rayapmiz. Naqd bo'lsa Kelishamiz. kelishsak 17,5 mi? Qancha bo'lib qoladi? Qay sal kelishamiz. 18 ga beramiz. 18 ha? 17,700 larga beramiz bu naqd bo'lsa. 800. Kelishamiz yana. Kelishamiz ha, xullas. 18 mingga beramiz deyaptilar. Kelsalar kamroq kelishamiz. Telefon raqamingizni bering aka. 91lik 91 537 537 16 11. 16 11 ekan. Telefon xulosda so'raysizlar. Tang, ma'lumotni aytib-da. 2015-yil ketdi yo'li. Kraskasi bormi? Kraskaradnoy. Radnoy, probegi? 290 ming yurgan. Kraskaradnoy, metani bor. Aha. Mashina ходовой motor, korobka hammasi bor. 290 ming yurgan, metani bor, ходовой motorlarda umuman ishi yo'q. Tekshirib olsak bo'ladi-a, bemalol aka. Diskalari, balonlari yaxshi ekan. Yurganlar aytib o'tdik, kraskasi toza deb aytdilar, mana bu yerda kamgina nimadir qilgan ekan. Polarifik samoch kelib qoladi. Mashinamiz orqasi. Metan unaqa nima turibdimi? Ikkitalikmi, uchtalik? Bitta. Mayda ikkita katta. Tagidami ikkita kattasi? Mayda denkalari ham joy. Aha. Mashinamiz orqa tomonlari. Xo'p, Arlanda so'raganlar uchun ichkarida aka o'tirgan ekanlar, mayli shunday. Aka shunga ham. Aka shu yerdan bitta ko'rsatib o'ring. Fonli shunka bo'lgan. Fonli bo'lgan. Avtomat. Bu narx qancha ekan aka? 10 ming deyapman. 10 ming dollar so'rayapsiz. Ha, birovni o'tib beraman. Naqd bo'lsa 9400. Yo'q, aka. 9400 birov qilib talab bermadik. 9600 bo'lsa beraman. 9 yarim ham bo'lmaydimi? Yo'q, bu bo'ladigan joy 600 bo'lsa telefon qilib. Bu o'sha 9600 dollarga Arlando do'stlar. Kim qidirayotganda shunaqasidan telefon qilasizlar. Yil necha edi? 2015. 2015. Telefon raqamingizni bering. Telefon raqamingizni bering. 90lik 90 469 469 94 94 99. 99 bu nechinchi paysa edi? Bu eng oxirgi payt. 3 avtomat ha? Ha, eng oxirgi payt. Do'stlar, marhamat. 23-yil Kia K5 ga qiziqqanlar uchun qora rangidan topdik. Qancha yurdi bu? Aka o'tiring bemalol. 80 ming. 80 ming kilometr yurgan. Gaz qo'ymadingmi? Gaz bor bunda. Propani bor. Qanaqa nechinchi pozitsiyasi bu? 2000 shundayda pozitsiya. 2 bes panorama pozitsiyasi.
2 litrli atmosferli motor. Turbina emas bu. Yo'q, atmosfer. Ketdik. Zavodskoy diskalari, yumshoq balon taqilgan mashinaga. Mana orqalari Kia K5. 23. Salon qismlari marhamat. Polik chixola qilingan. Avtomat monitor ikkinchi pozitsiyada. Bez panoramli nimasi. Kraskasi yo'qmi aka? Bor aka, krilon 3 bilan kapot 3 da bor. Mana bu yerda ham kamgina vakuumlanadigan joy bor ekan. Bor aka. Xo'p, krilloni uchi bilan kapoti uchun qanaqa bo'lyapti? Mana bunaqami? Shunaqa joy aka. Mash joy. Mashina joy bo'lganda. Tushunarli. Qancha so'rayapmiz bunga aka? 21,5 deyapsiz, kelishtirib beramiz. 21,5 ming so'rayapmiz. Podpischiklaringizga kelishtirib beramiz. Naqd bo'lsa qancha? 20 mingmi? Yo'q, 20 minglarga bermaylik aka. 20 ming 500 ga beramizmi? 200-300 bo'lsa beraveramiz. 20 ming 700 ekan, ha? 20 ming 300, 20 ming 400 shunday bo'lsa beramiz. Ha. 20 ming 300 dollarga beraveramiz mana. Kia K5 qidirayotganlar bo'lsa agar. Nasiya V-Cube ham bormi boshda? Bor aka. V-Cube'ga qanchasini beradik boshidan? Boshida yarim bo'lsa beraveramiz aka. Yarimni 50% ni beramiz, V-Cube'ga beramiz. Telefon raqamingizni berib yuboring aka. 99lik 99 131 131 1985. 1985 mana mashina telefon qilasa so'raysiz. Marhamat 2018-yil Malibu 2 torli motor atmosferida. Tak, oq rangda gaz qo'yganmizmi bunga? Benzinda. Kraskasi qarang. Mana orqa eshik bilan mana bunaqa petno bo'lgan ekan. Qolgan joyi tozami, faqat shu yermi? Kalenkasi ham, kalenka detal. Kalenka. Probeg qancha bo'ldi buni? 109 ming kilometr. Yumshoq balon taqilgan, ya'ni yumshoq balon, yangi balon turibdi mashinaga. Malibu 2 tur. Hozir narxini so'raymiz. Tomosha qilayman. Orqa zadniy stollar yaxshidan taqilgan. Tak. Salon qismlari marhamat. Polik chixol. Ya'ni chixollar заводской o'ziniki kojinniy. Bar, multirul. Заводской videoregistrator qo'ygan ekan. Motor 2 tur atmosferniy. Ha, aka. Oldi qismlari. Tak, mana 2 turli atmosferniy motorda. Bunga bemalol gaz qo'ysa bo'ladi. Bu hozir benzinda. Tak, bu benzinda edi-ya bu. Ha, benzin. Nech pul narxi buni? 17800. 17800 kelishamizmi? Kelishamiz. Naqd bo'lsa qancha qilib berasiz? 17300 ga beraveramizmi? Bo'ladi, ha? Yana tushamiz o'zga, 17 ni o'zga ham beraveramiz. 300 dollar. Oxiri 17300 dollar oxirgi narxi. Telefon raqamingizni bering. 91lik 91 314 314 0044. 0044. Nasiya V-Cube bayram. Nasiya bu halol nasiya. Halol nasiya qilib beramiz. Batter bu. Telefon qilsa so'raysizlar. 2013-yil do'stlar marhamat. Malibu 1 ga qiziqqanlar uchun metan gazi bor, kaskalar toza deyaptilar. 240 ming kilometr mashina yurgan ekan. Yumshoq balon taqilgan mashinaga paysasi qanaqa edi so'ramoq. Bu birinchi paysami aka? Bir, ha? Qadoy motorlar yaxshimi? Salon qismlari. Ishi yo'q ana u motor qadoylarda. Chiqib polklar qilingan. Yurganini aytib o'tdik, yumshoq balonlarni aytdik. Mashinaning orqasi. Mashinamiz mexanika korobkada 2 turli motorda bo'ladi bilamancha. Bular atmosferniy motorda. Narxini nech pul so'rayapmiz aka buni? 11 ming. Qancha qilib berasiz? 100 o'tib beramiz. Masalan, naqdga 10 ming deb qo'yishsa. Bo'lmaydimi? 10.300 larga beramizmi? 10,5 ga aka so'rab o'tib bergan. 10.5 ga bermadingiz. Shunga beraveramiz bermaganingizga. Qo'shsa beramiz aka. 100 qo'shsak berasizmi? 10.600 bo'lsa beramiz ekanda. Telefon raqamingizni bering. 94 94 184 184 81 82. 81 82. Xo'p, do'stlar, marhamat. 10.600 dollar bo'lsa agar beramiz ekan. Telefonlarni aytdik. Telefon qilsa so'raysizlar. 20-yil ekan do'stlar, marhamat. Malibu 2 so'raganlar uchun 2 li motorda, 2 turbina motorda mashinamiz.
Primer pozitsiyasi. Kraska bormi? Tozami? Sapajok kraska kirmaydi, sapajok. Bitta sapajokchasida bor ekan. Qolgan joyi toza. Gaz qanaqa? Gaz propan. Propan gazi bor. Boshlaymiz orqasi. Kraska deyarli yo'q desak ham bo'ladi. Bitta sapajokchada, endi bu ham toshcha tekkanlarga bo'ladi. Tonirovka ruxsati bor-a buni? Panorama tom. Salon qismlari. Polik. Tak, marhamat. Chixol zavazka o'zidan, multirul, bar. 139 ming kilometr moshamiz yurgan. Uzun yurgan ha bu. Motorlarda kamchilik ishlari yo'qmi? Motor hadoyidan. Esa aka 1000 minus standart. Tak. 2 turbina. Nech pul narxi? Aka taqalganini aytaymi? Taqalgan bo'lishi. 22 bo'lsa Oxiri bo'lishi 22. Primer aka. Bundan tushmaymiz ha. Yo'q. Primer 2 turbina. Primerni originalda bu salonlashga qanday ana shunday. Ha. Gazi bu. Telefon raqamingizni berib o'ring bitta. 93 93 186 186 0770. 0770. Oxiri 22 o'mosh. Taqalgan. Taqalgan. 23 demadimda, birda 22 dedi. Captiva so'raganlar uchun do'stlar marhamat 2015-yil propan gazda bo'lyapti. Tak. 3 plus pozitsiyasi, ya'ni 3 Captiva 3 bu. Kraskasi bormi aka buni? Radnoy. Radnoy ya. Umuman petno metno. Yo'q. Probeg qancha bo'ldi? 100 ming. 100 ming bo'lgan. Mana yumshoq baloni bor. Kraskalar. Tonlar radnoy deyaptilar. Tonirovka ruxsati bormi? Ha, o'shamiz orqasi. Tak. Boshlarda luk bor. 3 Captiva 3. Polik chexol berdi zavazka o'zniki. Avtomat. Salon qismlari marhamat. Mashina 7 kishilik. Motor hadoylarda ishlar yo'qmi aka buni? Narxini qancha so'rayapsiz? 15 ming. 15 ming dollar. Kelishamizmi? 14.200 da naqd beraman deb qo'ysa. 300 mi? Oxirimi unturyapti. Nasiya V-Cube bor bunaqasi. 5 ming pullari bo'lsa V-Cube chiqaramiz. 14.5 ming oxir narxi. Shunaqa deydi. 14.5 ming oxiri. 5 ming pullingiz bo'lsa V-Cube chiqaramiz. Telefon raqamingizni berib o'ring. 91 519 17 17. Telefon qilasizlar. Shunga qilingan motorlarga garantiya bemalol tekshirib olaveramiz. To'xta balon yangilar. Telefon qilasizlar, so'raysizlar. Mana buni qarasam bo'lsa marhamat 2018-yil 2 turli motorda bo'lyapti mashinamiz. Atmosferniy, ya'ni bemalol gaz qo'ysak bo'ladi. Motori gazga to'g'ri keladi bemalol. Diskalarni qarang, chilosidan qo'yishgan ekan. Kraskasi bormi aka? Toza. Tonirovka ruxsati bor, ha? Tonirovka 6 oylar bor. 6 oylar tonirovka ruxsati bor. Mana mashinamiz oldi qismi. Xo'p. Diskalarni chilosidan taqishgan. Hozir narxini so'raymiz. O'qizlarni stollar yaxshidan taqishgan LT. Panorama tom bor do'stlar. Ulusdan ko'rsatamiz, ketdik. Buni ochavering. Salon qismlari, polik, chexol, multirul. 133 ming kilometr yurgan ekan bu. Panorama tom. Tak. Narxi qancha ekan buni? 21 ming dollar. Kelishamizmi? Naqd bo'lsa qancha qilib berasiz buni? Naqd bo'lsa qancha qilib berasiz? Necha qilyapti bozor aka? Bozor hali so'rab ketyapti. Ha. Sal kelishtirib bersangiz yaxshi bo'lardi. 18. 20 dan arzonroq bo'ladimi? 20 ni o'ziga beramizmi? 18 so'rab bermam. O'shani deyapman-da. 18 ga bermadik, 19 ga berasizmi? 20500 qilsa berishim mumkin. 20500 deyapti. 20 ni o'ziga berasizmi? Yo'q, ha. O'zim bilan bo'lgan toza mashinchasi. Aha. Kraska yo'q dedingizmi? Yo'q, kraska yo'q. Oxiri 20500. Tushmaymiz undan.
Mana mashina oxirini 25 deyaptilar. Xo'p, telefon raqamingizni bering. 77lik 77 066 066 77 77 87. 87 ekan. V-Cube nimalari bormi bunaqasi? Yo'q, variant yo'q. Mana o'sha telefon xususiyati. Equinox'ga qidirgan, Equinox'ga qiziqqanlar uchun marhamat. 64 ming kilometr yurgan. Nimasi qancha? Qaysi yil edi? Qanaqa edi? 22-yil. Equinox 2 ni o'zi bu. 1 ni 2 qilishmagan, bir o'zi 20 gacha chiqqan hamcha. 472 millionlik puli. 472 millionlik full pozitsiyasi. Kraskalar tozami? Toza. Top toza. Benzinda. Abagrif Abduf benzinda. Abagrif Abduf 64 ming kilometr o'zini yurgan deyaptilar. Salon qismlari. Chexollarni qarang. Svesh turibdi. RS Redline pozitsiyasi. Multirul, bar, xullas hammasi bor. Mashinamiz orqasi. Equinox so'raganlar bormidi orangizda marhamat. Bu yerda zapaskalari bo'ladi aytgancha, elektron ochilib yopiladi. Tak. Nech pul deyaptilar aka buni? Tonirovka ruxsati bormi aka? Nech pul so'rayapmiz? 27200 kelishadigan joyi bor. 27200 dollar so'rayapmiz. Kelishsa qancha? Ro'nalarga beramiz. 26200 7000 lar bo'lsa kerak deyotganim. Yo'q. Bo'lmaydi. 26,5 ni ko'rdi. 26,5 ga bermadik. Beramizmi o'shanga? Yo'q. 800 larga beramiz. 26800. 700. Yo'q. 800 bo'lsa. Oxiri 26800 ekan mana. Kraskasi yo'q. Toza. Probegi 64. 64 ming benzinda. Benzinda mashina. Telefon raqamingizni bering. 97 97 397 397 58 58 09. 09 bo'lsa, mana mashina telefon qilasizlar, so'raysizlar. Do'stlar, marhamat, Kia Sportage 24-yil ekan. Qora rangda bo'lyapti. Pozitsiyasi qanaqa buni aka? Ikkinchi pozitsiya. Bez panorama. Panorama yo'q. Kraska petno bormi? Petnosi yo'q, kraskanasi ham yo'q. Toza. Top toza mashina. Probeg qancha bo'ldi? 47 ta propan gaz bor. 47 ming kilometr propan gaz bor ekan. Mana oldi qismlari mashinamizni. Xo'p, Sportage'ni bilasizlar hamcha. Yumshoq balon taqilgan ekan, diskalar o'zidan. Parok taqilgan aytgancha. Qo'shimchasiga gaz qo'ydikmi yo'qmi aka, benzinmi? Propani bor. Salon qismi 47 ming yurgan ha? 47 ming kilometr mashinamiz yurgani. Polik. Chexollar qo'yilgan. Avtomat korobka, multirul, o'rta monitorlari bor. Mana bu mashinamizning orqalari. Hadoy matolarda ishlayapmi aka? Qancha so'rayapmiz bunga? 28 ming so'rayapmiz. Kelishamizmi? Ha, o'tiramiz. Nechta qilamiz naqd bo'lsa? 27 ming bo'lsa naqd bo'lsa beraveramiz. 26,5 naqd. 26 Bo'lmaydi. 26700 lar. 800 bo'lsa naqd pul bilan kelsa kanalingizga beraveramiz. 26800 dollar bo'lsa, naqd bo'lsa Kia Sportage beramiz deyaptilar. Nasiya V-Cube qilib beramizmi? Boshida 20 minglari bo'lsa, 1 oy yarmiga qaraymiz. 20 ming bo'lsa, qolganini 1 oy yarmi. Telefon raqamingizni bering aka. 90 656 656 07 07 01. 01 ekan. Telefon qilasizlar do'stlar, so'raysizlar. 2023-yil do'stlar, marhamat. Trekka so'raganlar uchun Primera bu. Gaz qo'yganmizmi? Propan. Propani bor. Kraska? Kraska toza. Toza. Probeg qancha bo'ldi aka, xudo xolasa? 39 ta bo'ldi. 39 ming kilometr mashinamiz yurgani, propan gazda. Ketdik mana. Paroglar qo'yilgan ekan. Salon qismi. Polik, zavодской uzun chuqurlari, panoramasi bor, avtomat, multirul. Primer pozitsiyada bu. Mashinamiz orqasi. Tak. Yon tomonlari. Endi buni yopishtirib qo'yishgan. Nechta so'rayapmiz aka, xudo xolasa. Akam savdolashyaptilar.
Qancha ekan aka bu? Buni 17 ming deyapmiz. 17 ming dollar so'rayapmiz. Kelishamizmi? Kelishadigan Naqdiga 16.400 larga berib olamizmi? 16.500 bo'lsa beradi. Yarim bo'lsa, 16,5 ming dollar bo'lsa. Nastya V-Cube variant Bana o bir bor. ko'p bo'ladi. V-Cube. V-Cube olish uchun qancha beradi? 10 ming. 10 minglar bersa qolgan V-Cube beraman. Telefon qilib bering aka. Telefon raqamingizni bering. 99'lik 99 131 131 1985. 1985.